Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 1 kilovatlik UPS va 12 voltlik akkumulyator ulash sistemasini ko'rishamiz. Bu bizlarga nimaga kerak? Qishni kuni do'kontirni kotyollar ko'p o'chib yonadi, svet bo'lmagani uchun yo svet o'chib yongani uchun. Svet o'chgan payt gaz barb bo'ladi. Svetni поддержка qilish uchun bizlarga UPS dan foydalanamiz. Buning uchun 12 voltlik akkumulyatordan foydalanamiz. Deltron va UPS Deltrondan foydalanamiz 1 kilovatlik. Do'kontirni kotyol o'rniga bizlar kofe mashinadan foydalanamiz. Qanday ulanishini. Mana 12 voltlik akkumulyator. Xo'p, buni uladik. Akkumulyator bilan UPS ni. Endi UPS da mana bunaqa o'zi rozetkalari bor. Rozetkalariga kofe mashinani ulaymiz. Xo'p, davlat tokiga ulaymiz. UPS ni o'zida ichida chiqadigan kabeli bor. Masalan, akkumulyator o'tirib qo'ygandan keyin svet kelganda yana o'zini zaryadlash uchun kerak bo'ladi. Xo'p, yoqdik. Ko'rsatyapti, ishlayapti. Avtomatik ulanadi. Xo'p, endi kofe mashinani ishlatib ko'ramiz. Masalan, bitta amerikano ichamiz. Amerikano kofemiz tayyor. Marhamat. Va albatta hazır do'kontirni kotyolga bemalol foydalansangiz bo'ladi. Albatta 12 voltlik 100 amperlik akkumulyator yetib ortadi. Yo'q, kun davomida kerak bo'ladi. Yo bo'lmasa освещениeni ham qo'shishim kerak, svet yo'q paytda ishlatish uchun desangiz, 100 amperlik o'rniga 150, 200 amperlik ham foydalansangiz bo'ladi. UPS ga keladigan bo'lsak, 1 kilovatdan 7 kilovatgacha omborimizda bor.